eng arzonida, eng arzon narxda, eng nadyojniy mashinalardan bittasi Toyota Prado 150 litrli kuzovda 2013-yil ishlab chiqarilgan. Mashinaning kraskalari top-toza ekan, texnik holati zo'r ekan, motor, korobka hadoylari vaqti tinch, hech qanaqa ishi yo'q, deyaptilar. Bemalol ko'rib, tekshirib ovrasizlar. Xo'p, 180 ming rovna bo'libdi probegi. Hech qanaqa defekt kamchilik yo'q ekan. Men laboyda kichkina tochka ko'rdim. Bu ham endi oynali joyga ichkaridan ko'rishga xalaqit qilmaydigan joyda mejikarlari bor ekan. Firminniy diskalarida yaxshi balonlarda turibdi. Dugalari bor. Mashinaning salon holatlari ham chotki turibdi. Dubayskiy versiya, nakitkalar taqib qo'yishibdi. Avtomat Tiptronic, multimedia, multirul, 180 ming rovna probeg. Salonlari tinu, приятный hidlar kelib, chotki bo'lib turibdi. Yaxshi mashina ekan, hech qanaqa kam ko'sti yo'q ekan, bemalol ko'rib tekshiraverasizlar. Kraskasi toza, 2013, 180 ming rovna yurgan, 207. Eng arzonda olmazaq haydashingiz uchun bor yo'g'i 24900.